Bismillahirrahmanirrahim. Mukoshafatul qulub. Imom Abu Hamid G'azzoli. Zakot va xasislik. Alloh buyuradi. Alloh fazlu karami bilan ato qilgan narsalarning zakotini berishga baxillik qilgan kimsalar hargiz bu qilmishlarini o'zlari uchun yaxshilik deb hisoblamasinlar. Yo'q, bu qilmishlari o'zlari uchun yomonlikdir. Baxillik qilib bermagan narsalari qiyomat kunida bo'yinlariga o'ralajak. Barcha jonli, jonsiz narsalar ketar va osmonlar u yer meros bo'lib Allohning o'ziga qolur. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Ali Imron surasi 180-oyat. Bas, sizlar uning o'ziga, ya'ni Allohga to'g'ri bo'lingiz, unga sherik qo'shmang va undan mag'firat so'rangiz. Sherik qo'shganlarning holiga voy, ular zakot bermaydilar. Oxiratni inkor etuvchilar ham yolg'iz shulardir. Fussilat surasi 6-7 oyatlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu mavzuda aytgan hadislari. Qiyomat kuni molining zakotini bermagan biron kimsa chetda qolmaydi. Zakoti berilmagan mol kuchli va qudratli bir ilon holiga keltiriladi va zakot bermagan kishining bo'yniga o'raladi. Ey ummat, dunyoda 5 xususiyat borki, shularga mubtalo bo'lishingizdan va shu xususiyatlarga ega bo'lishingizdan qo'rqib Allohga sig'inaman. Birinchisi, yomon xotinlarning yuzaga chiqishi, fahsh va axloqsizlikning butun jamiyatni qamrab olishi. Jamiyatda bunday xususiyat paydo bo'lsa, bu jamiyatning allomalari, salaflari hech ko'rmagan og'riqlarga, yurak sanchiqlari va turli jabru jafolarga duchor bo'ladilar. Ikkinchisi, o'lchovda, tortishda hiylagarlik, bila turib nuqson qilishlar. Bu holda ocharchilik va yetishmovchilik yuz beradi. Davlat kattalari xalqqa zulm qiladilar. Uchinchisi, mollarning zakotini bermasliklari. Bu hol yuz bersa, ko'kdan yomg'ir yog'maydi. Shunday bo'ladiki, yer yuzida hayvonotdan chiqqanini aytmasa, bir tomchi ham nam ko'rmaydilar. To'rtinchisi, Allohning va Rasulining ko'rsatgan go'zal axloq tarzlariga rioya qilmasliklari. Bu hol yuz bersa, Alloh ularning ustiga tashqaridan dushman yog'diradi. Qo'l ostidagi narsalarining ba'zilarini boy beradilar. Beshinchisi, davlat kattalarining haq kitobi asosida ish yuritmasliklari. Bu holda Alloh ularga ichki notinchlik beradi. Odamlar bir-birlari bilan kelisholmaydilar, bir-birlariga yomonlik qiladilar. Jamiyatda har taraflama notinchlik ortib boradi. Alloh faqat o'layotganda saxiylashgan, lekin umr bo'yi xasislik qilgan kishidan g'azablanadi. Mo'min odamda 2 xususiyat bo'lmasligi kerak. Biri xasislik, ikkinchisi yomon fe'l. Allohning ont ichib bildirishicha, xasis jannatga kirmaydi. Xasislikdan saqlaning. Chunki xasislik insonlarni zakot bermaslikka undaydi. Silai rahim qilmaslikka undaydi. Jinoyatga, bir-birlarining qonini to'kishga undaydi. Oqibatda insonlar zakot bermaydilar. Silai rahim qilmaydilar, qon to'kadilar. Alloh badfe'llikni yaratdi va badfe'l odamlarni xasislik va mol atrofida tavof ettirdi. Hasan Basriydan xasislik haqida so'radilar va u shu javobni berdi. Xasislik kishining yordam sifatida berishi kerak bo'lgan o'z narsalarini e'tiborsiz qoldirishi. Mol mulkini qattiq ushlab, biron kimsaga hech narsa bermaslikni sharaf deb bilishidir. Mol dunyoga berilish, xoy-u havas, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqish va bola chaqaga ortiqcha mehr qo'yish, ya'ni bolamning hamma narsasi bo'lsin, kambag'allikni ko'rmasin degan tushuncha xasislikka boshlovchi narsalardir. Shuning uchun hadisda bildiriladi. Bolani qattiq sevish xasislikka yetaklaydi. Insonlarning ba'zilari esa na molining zakotini beradi, na o'zi yeydi, na bola chaqasiga yediradi. Uning butun zavqi pullarini tomosha qilish va bu pullarni o'z qo'lida tutishdan iboratdir. Holbuki u o'lishini ham biladi. Shuning uchun shoirlar bu mavzuda shunday deydilar.
Ey qarindosh, bilib qo'yki, insonlar bor hayvonday. Nazar solsang, ko'zi ochiq, esli xushli insonday. Mol dunyosi zarar ko'rsa, o'ylab yotar beado, ammo dini yo'q qilinsa, yuraverar beparvo. Xasislik bir xastalikdir, insonga hech yarashmas. Iymoni but aqllilar xasislarga qarashmas. Xasis odam boyman deya chuchvarani sanar xom, qasam ichib aytamanki, aldanadi u mudom. U dunyoni bir lahza ham o'ylamaydi kasofat, oxiratga ikki qo'li quruq borar oqibat. Do'stlar, moldan naf ko'rmasa bir g'aribi notavon, mol manim deb o'ylamang hech, sizga qolmas hech qachon. O'tib ketar vorislarga u mol oxir oqibat, xasis uchun oxiratda ajralmas do'st nadomat. Bishr deydiki, xasis bilan uchrashib qolmoq kishiga g'amginlik beradi. Unga nazar solgan kishining ko'ngli cho'kadi. Qadim-qadimdan oliyjanob arab qavmlari xasislikdan va qo'rqoqlikdan or qilardilar. Och yalang'och qolaman deb qo'rqma aslo, beraver. Rizq azaldan bo'lingandir. O'ynab kulib yuraver. Xasislikdan foyda kamdir bu vafosiz dunyoda. Bergan bilan kam bo'lmassan, baxting bo'lur ziyoda. Ko'rdim juda ko'p insonni, jo'mardlarga do'st ular. Hech ko'rmadim o'yla axir, kim xasisga do'st bo'lar? Xasislikdan zarra ko'rgan baxillarni ko'rdim ko'p, nafsim xasis bo'lmasin deb izzat ikrom qildim xo'p. Boshqa birovlarga zahmat yetkazib, topgan narsasining zavqini ham, mazasini ham seza olmaslik va yaxshilikni ko'ra olmaslik kabi tuban xususiyatlar xasislarga xosdir. Shuning uchun shoir bu haqiqatni ifodalagan she'rida shunday deydi: Molga faqat ochko'zlikla mol qo'shadi bot, vorisiga qolar molni qilar ehtiyot. Tozi itday ov tutadi, o'zi och mudom, xayolida boshqa birov yeydigan taom. Imom Azam deydiki, men xasisni odil bo'lishi mumkin deb aytolmayman. Chunki xasislik xasisni bir holatni kuzatishga va ipidan ignasigacha tadqiq etishga yetaklaydi. Ichida har doim aldanish qo'rquvi bo'ladi. Shuning uchun haqqini ortig'i bilan oladi. Bu tabiatga ega bo'lgan odam o'zidan ko'ngli to'q bo'lishga loyiq emasdir. Bir kun Yahyo alayhissalom iblisga duch kelib qoldi. Yahyo alayhissalom: qanday odamlarni hammadan ko'proq sevasan va qanday odamlar hammadan ko'proq achchig'ingni keltiradi? Iblis: hammadan ham yaxshi ko'rganim xasis mo'minlardir. Eng ko'p achchig'imni keltiruvchilar saxiy fosiqlardir. Yahyo alayhissalom: nega bunday? Iblis: chunki mo'minning xasisligi menga kifoyadir. Holbuki jo'mard fosiqqa kelsak, men uni Alloh jo'mardligi tufayli afu etib yuborishidan qo'rqaman. Iblis shularni aytib yana yo'lga tusharkan, o'z gapiga shularni ilova qildi: sen Yahyo bo'lmasayding, senga xabar bermas edim.